Lekin O'zbekiston xalqi shu videomizni iloji boricha tarqatinglar. Shavkat Miromonovichga, DIX xodimlariga, Ichki ishlar vazirligiga, katta-kattalarga yetib borsin. Bizning murojaatimiz shuki, xullas men jiyanim Qo'qon shahridanman. Jiyanim uzoq davr 3 yasharligida Ukrainaga ketgan ota-onasi bilan. Ertadan Germaniyaga o'tib ketgan. Germaniyada yashaydi hozir ular. Umraga necha marotaba borgan, aylanib, ziyorat qilib. Yomon niyatda emas, yaxshi niyatda hamisha. Shavkat Miromonovich, DIX xodimlari, Ichki ishlar vazirligi, sizlarga murojaatimiz bu. Sababi yosh o'spirin ulg'ayib turgan navqironni qamash, sudlash shu narsa yaxshilikmi? Nimaga bizda shunaqangi? Hamma narsani qamaysizlar, bo'yniga qo'yib mana shuna tahdidlar qilib, sirazi sudga olib chiqib, uni jinoyatga olib chiqadi yo ma'muriy ham jinoyatga olib chiqadi yo bir jazo ko'riladi. Sababi bormi shuni? Nimaga shunaqa bizda O'zbekistonda sudlanmagan odam pashta qolmayapti? Ushlaysizlar, olib kiradi, hali tahdid qiladi, qo'rqitib, u qilaman, bu qilaman, qamalasan, o'ldiraman, boshqa qilaman, deb qo'rqitib, so'kib, og'ziga kelgan gap bilan so'kadi. Og'zingga panonim, onangni bunaqa qilib, san bunaqa qilib, ana shuna so'kib turib, tahdidlar qilib qo'rqitadi. O'zbekchani bilmaydi inson, o'zbekchani bilmaydigan inson olib kiryapsizlar, yosh. Hali milisa kim? Milisa qanaqangi rol o'ynaydi? Milisani o'yini qanaqa? Bunaqa narsani bilmaydi. Tahdid qilib, qo'rqitib, bosim o'tkazib, endi mana telefonlaringni bermasang, 15 sutkaga beraman. Telefoningni olib kel. U telefonda yomon yo bir terrorizmga yo bir akromizm, vahobizm yo bir qanaqadir jinoyatda alomat yo'q. Unaqangiga o'zimiz qarshi biz. Terrorizm, akromizm, vahobizm ularga o'zimiz qarshi biz. Biz O'zbekistonga tinchlik kerak. Biz o'zimizga tinchlik kerak birinchi o'rinda. Biz tinch bo'lsak, atrof muhit tinch bo'ladi. Biz tinch bo'lmasak, hamma joy notinch bo'ladi. Biz tinchmiz, Xudoga shukr, hamma joy tinch. Yomon emas, yaxshi emas, lekin qonuniy narsalar bo'lmayapti. Sababi qonunda alchi o'rgatib olgan, olib kiradi, tushunmagan balan olib kirib turib, tahdid qilib, qo'rqitib, boshqa qilib, bo'yniga narsalar qo'yib, sudga olib chiqaveradi. Sudga olib chiqaveradi. U tergovchiga olib chiqadi, qo'l qo'ydiradi, tergovchi qo'lni qo'yib unga olib chiqadi, u sudga qarorini chiqarib bo'ldi. Bitta o'sha yana bitta jinoyatchi qo'shildi sabimizga. Sudimiz yana bitta ko'paydi. Nimaga shunaqangi biz O'zbekistonda? Sababi bormi, aytib beringlar. Qonunda tahdid qilishga, so'kinishga, ruhiy, jismoniy ta'ziq ular o'tkazishga bormi shunaqangi kodekslarda yozilganmi? Ruhiy, jismoniy ta'ziqlar o'tkazilsin degan joylari bormi? Sizlar osongina o'rganib oldilaring. Olib kirasizlar, tarsas urasizlar, bo'yniga oladi, iloji yo'q bo'yniga oladi. Nimaga? Oladida, konkretni yurgandan keyin. Ol degan. Shuna bo'ladi. Bo'lmaydi bas. Bu narsa bo'lib kelyapti, oldin ham bo'lib kelgan. Yaxshi kamayib qoladi, ancha kamayadi. Yana boshlandi shu narsalar. Bu O'zbekiston tinch davlat-ku. Biz o'zimiz agar bironta nojo'ya birontasini ko'rsa yo bir terrorist yo bir noto'g'ri O'zbekistonga qarshi odamni ko'rsa, biz o'zimiz pishiramiz, sirrazi. Sizlarni oldingga olib borib o'tirmaymiz biz. Sizlar o'zimizni bu yerda o'zi qo'rg'onlarni meydalab tashlaymiz. Bizga tinchlik kerak, bizga yaxshi insonlar kerak, o'zimizga o'xshagan. Biz endi jinoyat qilgandirmiz. Biz ham xuddi shunaqangi sudlanib, shu yergacha keldik. Kerak emas. Yosh balani olib kirib tahdidlar qilib, endi mana advokat olinglar. Bu sudga chiqadigan ish bo'ldi mana.
Sababi bormi? Nimaga sudlayverasizlar har bitta odamni? Ha, no'qiran o'siyapti-ku, kelajagi bor-ku hali. Hali yosh-ku, O'zbekistonga bo'lgan nafratni kuchini nima qilasizlar o'zingizdan o'zing? Ha, biz sizlarni ko'rganda mana milliy xavfsizlik himoya qiladi bizni. Militsiyalar himoya qiladi, mana Milliy gvardiya bizni himoya qiladi deb shuna yaxshi nazarda qarashimiz o'rniga nafratda qarayapmiz-ku. Boshqa narsa yo'q, nafrat bilan qaraymiz. Sababi olib kirib turib, luboy gapni gapirasa, og'zidan kelgan gapni. Chiroyli muomala qilib, shu odamni o'zgartirish uchun yo bir yomon odamni yaxshi qilish uchun chiroyli muomala qilib, yaxshi gapirsa o'sha odam o'zgaradi. 100 tadan 99 tasi o'zgaradi, 1% o'zgarmashi mumkin. U o'zgarmaydi ham u. Uni olib kirib 15 yil bersa ham o'zgarmaydi. Peja bergungacha ham o'zgarmaydigan odam. Peja bersa ham kutib qolamiz. Milliy xavfsizlikdan, ichki ishlardan, vazirliklardan, Shavkat Miromonovdan kutib qolamiz. Shuni videoni tarqatinglar. Tez tarqatinglar, tezroq yetib borsin, biz chaqirsin, biz bilan kattalar suhbat qilsin, aytaylik o'zimiz dardimizni. Nimaga yosh o'sib turgan Novquronni daryoda advokat ol, sudga olib chiq, tergovga olib chiq bo'ladi. Nima sababdan? Ha, unga u 3 yosharida ketgan. O'zbekistonda qonunni 99% bilmaydi, 1% bilishi mumkin. 99% bilmaydi-ku. Olib kirib tahdid qilib 9 soat ushlab turdi. Bitta telefonni yo'q bo'lganiga, telefonni vaqtida olib berilmaganiga 9 soat ushlab turdi. Telefonni olib bergandan keyin ham ushlab turdi. Telefonni o'zi aslida ikkita xolislar orqasi sanksiya orqali olib, o'qib, ko'rib yana qaytarib berish kerak. Uni narsa qilmadi, telefonni ham o'zi turibdi. Qani qonunda sanksiya orqali yo bir qonuniy endi telefon xolislar oldida ko'riladi. Qani qachon bo'ladi shu narsalar? 21-asrdamiz. Hamma o'zi ongi o'si bo'ldi. Qo'rqib yashaylikmi? Qo'rqib. Erkin yashaylik biz ham. Erkin davlatda yashayapmiz. Dunyoda eng tinch davlat hozir O'zbekiston bo'lib turibdi. Eng tinch davlat. Biz tinchmiz, yaxshimiz, lekin mana bu qonun amaldorlar, pastki amaldorlar, tepalardagilar yaxshi, to'g'ri fikrlaydi, o'qigan, psixologiya yaxshi tushunadi, lekin pastdagilarga o'rgatmaydimi, bilmayman, yo pastdagilar xolamaydimi? Shuni tarqatinglar, vazirlarga, prezidentgacha yetib borsin, biz ishimiz ko'rsin. Nimaga yosh Novqur'on o'sib turgan balani sudga olib chiqib, yo bir jinoiy ishlar qilib nima qilishga, nima sababda, nima keragi bor shuni ashti? Hammalarga omad.